Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz qarindoshlar. Bugünkü dersimiz davamlaştırıp kelayotgan sahabe keramlarning hayotidan dars ve ibret chiqarish dersi bo'lib. Bugünkü so'zlaydigan sahabe katta qo'mondan Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas hayotida nurg'unlagan xizmat, faoliyat va nurg'unlagan yaxshi ishlarni qilgan bo'lib, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radhiyallohu anhumlar hammaylan bu Sa'd ibn Abi Waqqasdan rozi holatda dunyodan qaytgan edi. Ve şundaqla Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda mana bu sahabalardan rozi ekanligini bizga Qur'oni Karim oyat bilan xabar bergan. Sa'd ibn Abi Waqqas to'g'riliq bir qancha xil oyatlar tushgan bo'lib qarindoshlar. Bu sahaba ilgirki, ya'ni al-ashratul mubashshara, jannat bilan xush bishorat berilgan 10 sahabaning 8-sini qatoridan biz sanab keldik. Bu sahaba ilgirki sahabil jihatda sahabildan mayli fazilatli bo'lsin, mayli xizmatli bo'lsin, mayli aktivchanlikda bo'lsin, har sahada ulardan to'g'ri bo'lmagan noiti martabasi ulug' sahabalarning qatoridandir. Bu Sa'd ibn Abi Waqqas qarindoshlar nihoyatda jangovar bir qo'mondan edi. Shunga bilgan Sa'd ibn Abi Waqqasni jangovar qo'mondan Sa'd ibn Abi Waqqas degan ism bilan atadik. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuning hayotiga shunda qaysak qarindoshlar. Sa'd ibn Abi Waqqas milodiya 594 va yoki 95 mushu 1-2 yil orasida tarixninki xotirlashininki to'liq bo'lmasiga e'tibor bilan 594 yoki 595 e'tiborida yana tug'ilgan. Sa'd ibn Abi Waqqas hunarvan oilasida tug'ilgan bo'lib, o'zimi hunar kasb bilan shug'ullanadi. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin yakın dostu Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun İslam'a davet qilish chaqiriqiga ilgirki degan sahabalar bilan billa ovoz qo'shgan edi. 17 yosh vaqtida Muborak bu islom dini bilan musharraf bo'lgan edi. Sa'd ibn Abi Waqqas islomni aytgandan keyin ta vafot topguncha o'zining iymonida, sadoqatida doim bo'ldi, rostchil bo'ldi qarindoshlar. Başka sahabelerge o'xshash ham Sa'd ibn Abi Waqqas musulmon bo'lgandan keyin aziyat tatgan edi. Onasi xili ko'p aziyatlarni qilgan edi. Ve onu sınash va yoki uni dinidan yandirish uchun agar sen diningdan yanmaydi ekansan, men hech qanday bir narsa yemayman deb ochliq e'lon qilgan edi. Sa'd ibn Abi Waqqas deydi-ki, men onamga nihoyat vafodor edim. Davomli onamning sizg'idan chiqmaydim. Bu qitimliq onam mushu ish bilan agar tamoq yemay vafot etib ketib qolsa, Sa'd ibn Abi Waqqas onasini qiynab o'ltiribdi, ocharchilik qo'yib o'ltirib qo'yibdi degan mushu tilahanat qalamanmi degan vaqtning o'zida, asrga vaqtning o'zida deydi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim Ankabut surasiga 8-oyatni tushagan qarindoshlar. Ayet Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki ve vessayna al-insana bivalidayhi husna ve in jahadaka litushrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum. Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala biz müminlar sizlarni ota-onalarga yaxshi muomalada bo'lishga buyurdik va sizlarga shuni vaziyat qilib topshirdik. Agar ata-onangdan birisi seni mendan iboratan koinotning Rabbi bo'lgan Allohga sherik keltirishga buyuradi ekan, uning qaysi birisining qat'iy nazar agar senda uning ma'lumot bo'lmaydi, bo'lmagan holatda hargizmi ularga itoat qilmagin, ularning sherikka da'vat qilishiga avval qo'shmagin, mayli o sening ota-onang bo'lsinmi degan bu oyat tushgan vaqtning o'zida Sa'd ibn Abi Waqqas ya'ni o'zining qayta jasoratiga kelib, ey ana, agar sening bir jininkan, 1000 jining bo'lib, 1000 qitim o'lima deb turvasanmi, Allohga bo'lgan iymonimdan yonmayman deb iymonda mustahkam turgan edi. Onasi bu ahvolni ko'rib, asta yemak yeb o'z holiga qaytgan edi. Sa'd ibn Abi Waqqasning onasi Hamila bint Sufyan ibn Umayya edi. Sa'd ibn Abi Waqqasning dadasi Malik ibn Uhayb ibn Abdumanaf ibn Zuhra edi. Bu sahaba 17 yaşında qiron yoshlik, dastlabki yoshlik davrlarida musulmon bo'lgan bo'lib, bu maydonda nihoyat mustahkam turgan edi. Bu sahabimi ilgirki sahabalarga o'xshash bir qancha xil sharaflarga nail bo'lgan sahabi edi.
Birinci es-sabiqunal avvelun. İlgirki avantgardlar degan nam ataqına ait olgan edi. İkincisi yani el-aşiratul mübeşşire bil cennet. Cennet bilen hoş bişaret berilgen 10 sahabının qatarıdan edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir fil cennet, Ömer fil cennet degan mana muşu tizaqның içinde Sa'id ibn Abi Waqqas fil cennet degan edi. Ve yine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aldın kıtım Zübeyir radıyallahu anh'ın vakalikleri sözlüğünümüzde Talha radıyallahu anh'ın Hira taqçıqa vaqtımızda Peygamber aleyhisselam şehitlik ölen Peygamber aleyhisselam cenneti kellik ölen haber vergen edi kardeşler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas'a nihayet amrak etti. Sa'd ibn Abi Waqqas'ın yeni bir şan şerifi yine musticabud da'va. Yani davete icabet boluduğun sahabe diyen nam ataqımı Sa'd ibn Abi Waqqas hayatı erişken edi. Ve yine şundaqla yani tedbirlik kumandan diyen nam ataqı hem erişken edi. Çünkü Qadisiye uruşida Parislar bilen bolgan uruşda galba qılıp çoğ nusrat qazangan edi. Ve yine Ömer radıyallahu anh'ın tallaşı bilen köpüge vali bolgan edi ve maslahatçilar qatarlığımı kiraligen edi. Demek qarindaşlar Sa'd ibn Abi Waqqas'ның fazileti, şan şerifini sözlesek nahayet köptür. Nahayet köptür. Biz bir qançasını tafsirleştiriş bilen bolduqimiz qarindaşlar. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'a bolgan sadaqatini davamlıq özüge lazım tutqan edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen Uhud jangıda Peygamber aleyhisselam bilen qatnaşkan bulup, Bedir günü qatnaşkan, Uhud jangı qatnaşkan bulup, Peygamber aleyhisselamны başqalar bastırıp kelgen vaqtның özüde Peygamber aleyhisselamның yerinde edi. Peygamber aleyhisselam Müslümanlarını otulan köydürüp atkan bir düşmanını görüp Peygamber aleyhisselam fidake abi ve ummiye Sa'd atkan ilmi fidake abi ve ummiye. Ey Sa'd sana ata-anam fida olsun atkan dep oqtandan uçu yok bir okunu ilip Sa'd ibn Abi Waqqas'a verdi. Sa'd ibn Abi Waqqas bu okunu Resulullah'ın berketilen bir etivede uçu bulmagan okunu yani şu düşmanның beqiniga tigip oң düsüge düşüp evret çıqqan. Muş vaqtın özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoş olup ketken edi ve Sa'd ibn Abi Waqqas'ni nihayetle medihleyen edi kardeşler. Ve yana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani Medine'ye kelgen vaqtның özüde özden sel endişip qaldı. Yani Qurayshlarning suiqasdi, Yahudilarning suiqasdi, Medine'deki munafiqlarning suiqasdidan ensirab qaldı. Bir kunisi akşamda Ayşe radhiyallahu anhadan rivayet qilingan hadisda Peygamber aleyhisselam o'ylab qaldı. Bugun bir yaxshi bir adam kelib meni qovdigan bo'lsa, dedi. Çünkü Peygamber sallallahu qalbiga sal qo'rqinch chiqib qolgan edi. Bu vaqtning o'zida shu gapni deb turgan vaqtning o'zida tishida Qur'onning ovozidan olib kelib, kim deb turgan vaqtida Sa'd ibn Abi Waqqas "Men ey Rasululloh, ko'nglimga sizdan bir ansirash chiqib qilib, sizni qo'rday deb keldim" dedi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas'a ko'plagan yaxshi duolarni qildi ve bu kechasi xotirjam holatda uxlayoladi. Ondan keyin Allah subhanahu wa taala Qur'oni Kerimda "Vallahu ya'simuke minen nas." Allah subhanahu wa taala sirini yani kishilardan qo'g'daydi, xotirjam bo'lsin degan oyatni tushungandan keyin Peygamber aleyhisselam hech kimni qo'g'dayishlikka talab qilmasdan xotirjam o'zining uyida aram elib yetavergan qarindoshlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu Sa'd ibn Abi Waqqas'ni şundaq ataydı ki yani Araplar yani İslamda dastlabda o'q atgan sahabe deb madihlegan edi. Çünkü bir qatimliq urushqa hijratning birinchi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas'ni bosh qilib o'tgan vaqtning o'zida bular dushmanlar bilan uchrashgan, o'q etishgan, hech qanday jang bo'lmay qaytib kelgan edi. Dastlabda birinchi qatimliq jangga chiqqan va dastlabki o'qni etishgan nail bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqas edi. Sa'd ibn Abi Waqqas naytimi çoğ şan şeref egisi bolup Sa'd ibn Abi Waqqas'ni tilga algan kishilarning hammasi Sa'd ibn Abi Waqqas'ni madihlashatdi. Çünkü Sa'd ibn Abi Waqqas özü hünermen bolup qilgan hünerlerini, qilgan xizmatlarini, bütün faaliyetlerini qarindoshlar faqat birlik g'oya uchun qilgan edi. Osunu Allah'ın kelimesini üstün qilish, İslam dinini üstüge chiqarish ve Allah'ın rızalığını ko'zlagan holatda qarindoshlar musulmonlarning azizligi, şan şerefi uchun qilgan edi. Bütün kesip hüneri, bütün
bütün hayatını, mal mülkini, evladını, cinini mana şu gaye boğan i'la kelimetullah. Allah'ın kelimesini, la ilahe illallah kelimesini üstün kılış, Müslümanların şan şerifini kötüreş üçün kılgan edi kardeşler. Şunun için bütün kişiler Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu'nu tilgaganda mana şundaq madihlarni qilib ketadi. Sa'd ibn Abi Waqqas to'g'riliq yuqorqi ana so'zlan bo'lgan jidalda bir oyat tushgan bo'lsa, yana bir oyat tushgan bo'lib qarindoshlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan Sa'd ibn Abi Waqqas va 6 kishi bir safarga chiqdi, jan safariga. Bu vaqtda o'zida 6 kishini ko'rib, yana mushriklar ma'adablarni qaytirib aytgan, bular bizga jur'at qilolmaydi, bular ojiz degan vaqtda o'zida payg'ambar alayhisalom ishkilinib qoldi. Alloh subhanahu va taolo oyat tushirib, bu oyat payg'ambar alayhisalomga shunda xitob qildi. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Sen etdigen akşam Rabbigi yelenip dua kılıdığan, Allah'ın razılığını maksat kılıdığan, fakat kılgan ibadet, faaliyet, hizmet, cengivarlık, bütün hizmetlerini Allah'ın rızalığı üçün kılıdığan, etdigen akşamda Allah'ını eslep taat ibadette, namaz ve onundan başka faaliyetlerde buladigan bu kişilerini qaytirib etmegen deb Allah subhanahu wa taala Peygamber sallamga ayet düşerdi qarindoshlar. Mana bu faziletga erishguchi Sa'd ibn Abi Waqqas edi qarindoshlar. Sa'd ibn Abi Waqqas yana Umar radhiyallohu anhuning vaqtida Kufaga vali qilingan edi. Ve Umar radhiyallohu anhu ba'zi bir ishlar tufayli musulmonlarning manfaati uchun valilikdan olgan edi. Osman radhiyallohu anhuning vaqtida yana vali qilinib, yana ilingan edi. Bu Sa'd ibn Abi Waqqasning bir faziletini ko'raylik qarindoshlar. Shon sharafda, jangovarlikda, mayli hunarda har xil kasbda ustun turib, mayli vazifadan ilinsin, mayli vazifaga tayinlansin, mayli qanday muomala qilinsin, yana o'zining maydonidan yalmagan edi. Chunki Sa'd ibn Abi Waqqas bir Allohga iymon etgan edi qarindoshlar. Bizden nurgun musulmonlarimizning ahvoliga qarab, ularni ba'zi mansabga tayinlab bo'lib olgan dekin, bo'lib tayinlagan dekin va mana shunga o'xshash ba'zi elish va chiqarishlar bo'lgan vaqtida o'zining hududini yo'qotib, bo'lginchilik qiladigan, o'ttirlikni qalayimqon qiladigan, ya'ni maqsadini oshkorlab qo'yadigan ahvollar ig'ir. Bundan ko'rib olamizki, buning g'oyasi Alloh rizoligi, musulmon va ummatning baqosi va ularning yuksalishi emas. Uning maqsadi, ya'ni shaxsiy manfaat deganlikni namoyon qiladi. Ammo Sa'd ibn Waqqas qarindoshlar, ana ashundoq ishlar elib chiqarishlar bo'lsa-mu, Allohga bo'lgan iymoni, Rasulullohga bergan va'dasi va sadoqatidan yanmay o'z maydonida mustahkam turdi. Kufada bir turkum kishilar Sa'd ibn Abi Waqqasga ba'zi bir ahvollarni, tuhmatlarni, ba'zi bir qalayimqon so'zlarni qilgan edi. Bulardan bir kishiga, ya'ni bu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu nihoyatda ochiq kelgan holatda 3 turlik duoni qilgan edi. Birinchi duosi, ya'ni mana shu ishga sabab bo'lgan mushu kishilarni, ya'ni umrini uzun qilgan. Umrini uzun qilgan. Ve ularni şu uzun ömürde xarlıqqa düşürgen. Üçüncüsü, yani ularni fitnege doğru qilgan degan duoni qilgan edi. Aldını deb ötüp gelimizdek Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme istecib li Sa'd. Ey Allah, Sa'd'ga duasını icabet qilgan deb dua qilganlik uchun Sa'd, yani duası icabet bo'lgan sahaba degan namga musharraf edi. Yani Sa'd ibn Abi Waqqasqa ko'pida, yani qalayimqon so'z qilgan bir kishi davomli uzun ömür ko'rgan edi. Uzun ömürning ijasini qapoqlari yerga sangilab, ostdan tarafga sangilab ketgan edi. Demak, yeshining uzunligidan. Ammo davomli meni Sa'dning duosi tutdi deb nihoyatda parishon bo'ldi. U nihoyat qerib ketgan edi. Yani ötep ketken ayollarga qaraydigan, yani ularga qaşatıdigan mana shunday bir fitnaga mubtalo bo'linib qilib, kishilarning jamoatdan qo'llangan, boshqalar uningga bir xil qo'pol muomala qiladigan, nihoyat tuvan, pastkash, yana boshqalar tarafdan qabul qilinmaydigan, nihoyat nachar insonlarning qatoridan bo'lib hayot kechirgan qarindoshlar. Demak, Sa'd ibn Abi Waqqas duosi ijobat edi. Duasının icabet bo'lishig'a Allohga bo'lgan sadoqati, Rasulullohga bo'lgan rostchilligi, ummati islomga bo'lgan fidokor to'hfikorligi
va mana shu maydondagi mustahkamlikka sabab bo'lgan edi qarindoshlar. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu hayotida nurg'unlagan janglarni qilgan edi. Nurg'un janglarda g'alaba qozongan edi. Buning cho'ng tipik misollaridan birisi, ya'ni Farislar bilan urushga vaqtning o'zida Qadisiya urushiga, ya'ni bu Sa'd ibn Abi Waqqas qo'mondonlik qilgan edi. Bu urushda Sa'd ibn Abi Waqqas qarindoshlar nihoyat muhim bo'lgan taktikalarni ishlatgan edi. Undan keyingi qo'mondonlar bu taktikani o'ziga o'rnak qilgan edi. Sa'd ibn Abi Waqqas birinchidan ishlatgan taktikasi qarindoshlar, ya'ni Rumlarni, Farislarni o'zining yurtlaridan sal yiroqroq yerga qaytarib chiqqan. Chiqib nihoyat keng ozodroq, ya'ni o'zi xotirjam bo'lgan bir o'ringa ularni boshlab chiqargan edi. İkinci işletken taktikisi, yani Qadisiya urushi bo'ladigan o'rin coğrafiyalik jihatda konu qadimiy o'rin bilan qo'llangan Xandaqning o'rtasiga joylangan bir coğrafiyalik jihatda afzallik ega bir o'rinda bu urushni qilishni planlagan va shu o'ringa dushmanlarni kelgan edi. Uchinchi qo'llangan taktikisi, ya'ni o'zi suv tarafga yaqin, oziq-tulik tarafga yaqin, ammo dushman suvga jiroq, oziq-tulik yo'liga jiroq edi. Yani buna eğer oziq-tulik suvdan qiynalib qolmaydigan, ala suvdan ve oziq-tulikdan qiynalib qoladigan mana shunday strategik, coğrafiyalik o'rinda afzallikni tanlagan edi. To'rtinchidan, ya'ni bu Sa'd ibn Abi Waqqas tanlagan bu o'rin tabiiy to'salg'ulardan jiroq edi. O'rmon va yoki tog' bir narsalardan xoli tüp-tuzlanlik edi. Yani düşman bilan ro'baro bo'lish, dushmanga hujum qilishda to'salg'i bo'ladigan va ularning buktirmasiniga uchirmaslikda alayda coğrafiyalik o'rinni tanlagan edi. Ve yana Sa'd ibn Abi Waqqas'ninki en alayda tedbirlerden birisi qarindoshlar, yani Fırat deryasını yani düşmanlarning oq tarafiga qilgan edi. Yani ularni bostirib kelgan vaqtda ular alaqzodi bo'ladi, qachonmaydi deb mana shunday afzalliklarni tanlagan edi. Va yana qo'shinning ojiz taraflarini qo'g'dashga alayda buyruq berib, düşmanni atrof jihatdan qo'rshovga olgan holatda, ya'ni sonini ko'paytgan holatda, asli gerçi son unda ko'p bo'lmasa-mu, düşmanlarga nisbatan oqim-oqa, ya'ni musulmonlarning qo'shinlarining yordam kelgan holatni shakllantirish va shuning bilan birga atrofni chechib, askarlarni atrofga chechib, ya'ni sonini ko'p ko'rsatishdan iboratdan bu taktikalarni qo'llanib, shu vaqtning o'zida Farislarni Qadisiya urushida mag'lub qilgan edi qarindoshlar. Bu çoğun urushlarning qatoridan bo'lib, bu Sa'd ibn Abi Waqqasning faziletini bildiradi qarindoshlar. Sa'd ibn Abi Waqqas yuqorqidek Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p urushlarda qilgan. Sa'd ibn Abi Waqqasning rivoyat qilingan hadisda Sa'd ibn Abi Waqqas deydi-ki, men Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p urushlarga qatnashdim. Nurg'un jafo mushaqqatlarda Rasululloh bilan birga bo'ldim. Urushlarga jihatga chiqqan vaqtning o'zida yemekning qisliqidan bizlar daraxt qo'zoqlarini yeydik. Daraxt qo'zoqlarini yeganlik sababli qarindoshlarimiz cho'ng taraflari xuddi qo'yning mayqidek holatda, shunday holatda keladi. Ana shunday jafo mushaqqat bilan billah Rasululloh jafo mushaqqatga qaramasdan Rasulullohga Rasululloh bilan birga bo'lgan edik, butun jangda Rasulullohning endi bo'lgan edik deb rivoyat qiladi qarindoshlar. Va undan keyin bayon deganimizdek Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radhiyallohu anhuning vaqtlarida nihoyat jangovarlik ko'rsatdi. Ali radhiyallohu anhu vaqtida yuz bergan fitnadan saqlanish uchun bu jangga qatnashmay ayrılib ketganlarning qatoridan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bor edi qarindoshlar. Sa'd ibn Abi Waqqas büyük meşhur jangovar qo'mondon, nihoyat ixlosmand, muttaqi bir zot va yana shundaqla bizga nisbatan eng yaxshi ulgudir. Sa'd ibn Abi Waqqas yani hicretning 55-yili muhojirlarning eng oxiri hisoblangan holatda dunyodan qaytgan edi. Allah subhanahu wa ta'ala Sa'd ibn Abi Waqqasni haqiqiy payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning yani jannat bilan xush bishorat etgan sahobalarining qatorida Rasulullohning yanında qilsin. Bizni Sa'd ibn Abi Waqqasdan iboratan bunday katta sahobalardan o'rnak olib, ularning yo'lidan mangdigan, ularning izbasari bo'ladigan, ulardek ana shu sharaflarga erishadigan kishilarning qatoridan qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala ummati Muhammadiyani tafriqchilikdan bo'linib
ketishdan, bir-birisiga qarshi kelib qolishdan, bir-birisini qo'llamaslikdan, bir-birisining aybini izlashdan iboratdan bu yomon illatdan qutuldirib, bizning sepimizni Alloh subhanahu va taolo birlashtirib olsin. İçimizdagi tafriqchiliklarni Alloh subhanahu va taolo bizdan yiroq qilsin. Bizni bir-birimizga qarshi keladigan, yomonlikni izlaydigan mana bu yomon illatdan Alloh bizni yiroq qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizni va avlodlarimizni yuqorida tilga ilingan mana shu sahobalardek jangovar, sadoqatman, muttaqi, abid, mujahidlarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.